Assalomu alaykum, bizni kuzatuvchi azizlar va o'quvchilar. Demak, bugun biz ilk marta, ya'ni birinchi marta ijtimoiy tarmoqlarda o'z darslarimizni boshlayapmiz. Inshaalloh, albatta barchaga manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Yaxshi niyatda boshlayapmiz. Demak, xabaringiz bor, kuni kecha biologiya fanidan milliy sertifikat imtihonlari bo'lib o'tdi va ana shu imtihonlarda turli xil masalalar va ba'zi bir ajoyib savollar tushgan o'quvchilarga va mana shu masalalar ichidan Ulutrikis masalasi biroz e'tiborga sazovor bo'lyapti. Sababi hech kim kutmagan holat ro'y berdi desak, bu bolaga bo'lmaydi. Demak, biz gapni qisqa qilamiz va maqsadga o'tamiz. Maqsad bugun oson masalalardan boshlaymiz birinchi qismda. Birinchisi albatta bu o'sha bakteriya masalasi, ya'ni o'sha qanchadir bo'linishi va keyingi masalamiz hozirga aytganimizdek Ulutrikis suv o'ti masalasi hisoblanadi. Demak, boshlaymiz. Xo'p. Birinchi bakteriya masalasi. Xo'p, demak, yozib olamiz. Bakteriya masalasi. Bu masala unaqa juda ham qiyin masala emas, lekin baribir nazariy qismi tushuntirilishi kerak. O'quvchi mohiyatiga yetmasa, baribir o'sha masalaga ichiga kirmaydi va qiziqib ishlamaydi. Baribir odam maza qilishi kerak. Xo'p. Demak, boshlaymiz bakteriya masalasi. Bilamizki, bakteriya bitta hujayradan iborat prokariot hisoblanadi va ana shu bakteriya hujayrasini biz ana shu sharcha ko'rinishda oladigan bo'lsak, yoki misol uchun birorta ko'k bo'lishi mumkin. Demak, ko'k bakteriyasi. Va ana shu bakteriya har normal sharoitda, o'rta sharoitda va o'sha har 20-30 daqiqa ichida albatta bir marta bo'ladi va bu bir marta bo'linish hisoblanadi va ana shu bo'linishni bundoq olamiz. Demak, bitta bakteriya hujayrasidan ikkita bakteriya hujayrasi bo'ldi, paydo bo'ldi. Bo'linish usuli mitoz. Mitoz. Yoki buni oddiy binar deyish mumkin. Sababi ular prokariot, yadrosi rivojlanmagan. Bitta bakteriyadan ikkita bakteriya hosil bo'ldi va bunga 20-30 daqiqa vaqt ketdi. Va yana bu bo'linish davom etadi. Albatta sharoitga qarab. Mana mitoz bo'lyapti. Hop. Bular ham xuddi shunaqa o'sha bir muncha vaqt o'tgandan keyin ko'rib turibsizki, mana bu birinchi bo'linish, demak, bir qilamiz. Mana bu ikkinchi bo'linish va mana bu uchinchi bo'linishlar. Birinchi bo'linishdan so'ng e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bitta bakteriya hujayrasidan ikkita bakteriya hujayrasi hosil bo'lyapti. Va o'sha ikkita bakteriya hujayrasidan yana bo'linib, o'sha amidoz usulida bo'linib, 4 ta bakteriya hujayrasi hosil bo'lyapti va uchinchi bo'linishda ham xuddi shunday har bitta hujayra 2 ga bo'linib, jami 4 dan 8 ta hujayra hosil bo'lyapti. Demak, mana shu usulda yozgandan ko'ra bir boshqa qulay o'zimiz ishlab chiqqan usul bor. U qanday usul? Qarang. Demak, raqam qo'yib olamiz. Demak, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 va hokazo ketaveradi, bilasiz. Bu usul geometrik progressiya usuli deyiladi. Ya'ni o'sha mana bu yerda hosil bo'lgan nimadan boshlasak, misol uchun biz mana 1 dan boshlayapmiz. Hosil bo'lgan raqamni o'zini o'ziga qo'shib ketaverasiz va mana shu holat ro'y beradi. Demak, bu bakteriya hujayralarni oladigan bo'lsak, mana bu o'rtadagi chiziqlarning ustiga taktir raqamni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 qilib yozib olamiz. Bular mana bu yirik raqamlar. Birinchi yozib olgan raqamlarimiz bakteriyalar hujayrasini bildirsa, tepadagi raqamlar ularning bo'linish ketmaganligini bildiradi. Mana misol uchun birinchi bo'linishdan so'ng ikkita hujayra hosil bo'lgan, ikkinchi bo'linishdan so'ng 4 ta hujayra hosil bo'ldi va nihoyat uchinchi bo'linishdan so'ng 8 ta hujayra hosil bo'lyapti. Va bu bizning o'sha tepada yozgan mana bu qismda chizmamizning mana bu algebrik ifodasi ham bemalol to'g'ri tushadi.
Shunaqa. Agar yozib ko'radigan bo'lsak, 4-bo'linishga 16 chiqadi. Bu tabiiy holat. 5-bo'linishdan esa 32 ta va mana shu usulda biz ancha birmuncha vaqtdan ham yutamiz. Endi milliy sertifikat imtihonlarida tushib qolishi mumkin, chunki kutilmagan holatlar ko'p ro'y bermoqda. Shu. Ana endi u yog'ini topish muammo emas. Mana masalan, demak, nazariyani tushundik. Xo'p, bizga bir masala berilyapti. Demak, yozib olamiz. Birinchi masala. Va masala sharti qanday? Ma'lum bir turdagi Petri idishiga jami 1024 ta bakteriya hujayrasi sig'adi. Idishga dastlab bitta bakteriya solinsa va ana shu idish qancha vaqtda to'ladi? Ya'ni 1024 ta bakteriya hosil bo'ladi. Har bitta bo'linish har 20 daqiqada sodir bo'ladi. Bersa bizga agar shartda biz nima qilamiz? Demak, mana misol uchun Petri idishi bor deylik va bizda o'sha Petri idishiga bitta bakteriya solingan. Va idish to'lishi kerak. Demak, dastlab bitta solingan bo'lsa, idishda jami idishga 1024 ta bakteriya hujayrasi sig'ishi mumkin. Bizda tepada nazariyamiz bor. Mana yozib olganmiz. 1 dan to 1024 gacha. Qarab turibsizki, tepadagilar bo'linish tartibi edi va 10 marta, ya'ni 10-bo'linishdan so'ng jami 1024 ta bakteriya bo'lyapti. Biz nima qilamiz? Bizga masalamizning shartining oxirida berilgan har o'sha bitta bo'linish har 20 daqiqada sodir bo'ladi. Demak, har 20 daqiqada bir marta bo'linish sodir bo'ladi. Juda ham oson. Bizga mana shu tepadagi o'zimiz yozib olgan boyagi progressiya bu narsani tez chiqarib beradi bizga. Qarang, har bitta bo'linish 20 daqiqa, 20 daqiqa, 20 daqiqa va 10 ta bo'linish bor. Nima qilamiz? 20 daqiqani ko'paytiramiz o'sha 10 martaga. Ya'ni 10 marta bo'linganda chiqadi, demak bizda 200 daqiqa. Demak, 200 daqiqadan so'ng o'sha bakteriya solingan Petri idishlari to'ladi. Yoki soatda 200 daqiqa bo'lamiz o'sha 60 daqiqaga. Bizda net chiqadi? Uzr. Demak, bo'lsak, bizda chiqadi. O'sha agar soatga bo'ladigan bo'lsak, nima chiqadi? Qarang. 3 soat 20 daqiqa. Endi soatni so'rasa agar yoki 200 daqiqa. Menimcha qiyin emas. Demak, 200 daqiqa soatda qanday bo'ladi? Demak, 1 soatimiz 60 daqiqa. 200 daqiqamiz necha soat? Demak, agar hisoblaydigan bo'lsak, bunday olganimiz ham yaxshi. X'ning o'sha 3 soat 20 daqiqa bo'ladi. Demak, 3 soat 20 daqiqada Petri idishi to'lar ekan agar sharoit normal bo'lganda. Shunaqa. Menimcha hammaga manzur bo'ldi. Bundan buyon barcha masalalar keng va oson tarzda tushuntirib boriladi.